بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtash ve alqışlar alemlerinin Rabbi Allah'a olsun. Yaxşı aqibət ve muvaffaqiyetler uşarlığa olsun. Salat, salam, aman isellikler ve kollaş, destekler bu Allah'ın peygamberi ve bizning rehberimiz Muhammed Aleyhisselam'a, onun aile tavabatıga, sahabelerge ve kıyametkiçe onun yolunda mangan yoldaşlarına olsun. Amin. Esselamu aleyküm, kaderlik Şarkı Türkistanlı kardeşler. Bugünkü sohbetimiz Araf suresi 175-176. ayetlerden oldu. Sohbetimiz kılışımızdan sebebi kardeşler. Neçkü dünyayı biz yaratılıştan burunqi Allah Teala bilen aramızda kılıngan toxtamla, kilişimle düşündürüldü. Onu düşündük. Bu dünyanın bir uruş meydanı, köreş meydanı, cihat meydanı ikenligini onu düşündük. Düşmanlarımızdan kim ikenligini düşündük. Bu dünyada bu uruşta mağlup bulup gidip kalsak, ahiretligimizni mi koldan berip koyduğanlığımızı düşündük. Bu dünya bek ciddi bir yer ekenligini. Ya şu dünyada kazanımız, ya şu dünyada mağlup olumuz. Bizning ahiretligimiz, ebedi hayatımız şu dünyadaki ömrümüzge bağlılık ekenligini düşündük. Bunu düşüngenden keyin endi bugünkü sohbetde haq yolda işletilmegen bilimning insonni imansizlikqa aparadig'anligi haqida deb tema qo'ydik. Çünkü bunu bilib turib, bu bilimni bilib turib, yana bu dunyoda yana shunda g'afil o'tib ketaversak, Allah bergan bilimni haq yo'lda ishlatmasak, oxiratda imansizlikqa aparadig'anligini tema qildik. Çünkü hozir biz o'qiydigan oyat shu nuqtani tushuntirdi. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Rabbimiz her insana hitap kılıp şundak deydi. Ey bendem, sen muhataplarınge bir zatның haberini yetkizgin ki biz o zatqa ayetlerimizni bergen tutaydı. Ateynahu ayetlerimizni bergen tutaydı. Allah Teala bu ateynahu ayetini biz onu peygamber makamıda görüp ayet verdik. Ayet diyen kardeşler ilahi bilim. Allah'ın yol başlışı ala verilgen bilim ayet deydi. Ayetning asli ma'nosi belge deganga. Bir narsaning nima ekanligini bildiradigan belge, delil isbotni ayet deydi. Allah'ın barligiga, birligiga, vahdaniyatiga ve Allah'ın bu dünyadaki koyup koygan kanuniyetlerine, bu dünyanın mahiyeti ve karakterine ait delil ispatlarını verip
to'g'ri yo'lda mansın deb bir kishiga shunday payg'ambarga muomala qilgandek shunday bir muomala qilgan. Bu kishi bek bilimlik zotdi, qobiliyatlikdi, bilimli. Biz bu kishiga oyat berdik deydi. Fansalaha minha. Biz oyatni bergandan keyin bu zot o oyatlarimizga amal qilishdan siyrilib oldi. Hammani biladi, nima ish qilishni biladi, qanday qilish to'g'ri bo'lganligini biladi. Ammo sharoitlar tufaylidan bu oyatlarga amal qilsa, shaxsini deb oyatlarga amal qilmadi, u oyatlarni so'g'irlab oldi. İnsalaha kelimesi selh yıltızıdır. Qo'y so'yganni selh deyiladi. Qo'yni so'yab terisini elitimiz qo'y. Terisidan go'shtni ajratib chiqarganni salaha deyiladi. İnsalaha degan bu odam shu terisini qo'yib, lam sirtda o terining ichidan chiqib ketdi deydi, chiqib oldi. Ya'ni sirti olim ko'rinishda, ichi bo'sh. Yani mesela bir qo'y deb tasavvur qilsak, qo'y ko'rinadigan holda qapqaloqliq, chunki posti terisi qo'y, ichida hech qanday go'sht yo'q, manfaatli bir narsa yo'q. Bir postga aylanib oldi. Quruq teriga aylanib oldi degan gap insalaha minha degan. Ya'ni ilmga amal qilmasa, inson, qadrlik inson qadrsiz ulab qoladiganligini deydi Allah. Shunchalar oyatni bersak, u oyatlardan sug'uriliblam chiqib oldi. Bu sug'urilib olgandan keyin shaxsiy manfaatni deb fatba'ahu shayton, undan keyin shayton ergashtirib ketdi. Normalda shaytonning kuchi yetmaydi bunday odamlarga. Chunki shayton davomliq insoniyatga qarshi dushmanlik qiladigan bo'lg'achqa, insoniyatning manfaatiga zid ish qiladigan bo'lg'achqa, matibdagi insonlar shaytonni tunib olaydi normalda. Biladi. Ammo biz bergan oyatga amal qilmagandan keyin, uningdan siyrilib chiqib olgandan keyin shunday bir ojiz holatga tushib qoldiki, shaytonga yem bo'lib ketdi. Shaytonning dushman ekanligini bilib turib, shaytonga ergashib mang'adigan bo'lib ketdi. Fakana minal g'avin. Neticede azg'urlardan bo'ldi. G'avi degan yuqoridan pastga yiqilganni g'ava deyiladi. Ko'may qilib, ezib ketib, xato ish qilib, egiziyadin pastga tushib ketganlikni, shumalab ketganlikni g'ava deyiladi. Bu odammi ashunchalar bizning oyatlarimizni alalaydigan darajadan a'loyi illiyindan asfali safilingga shumalab tushib ketdi. Qanday maqom deydi boshda? Payg'ambarlarga muomala qiladigan muomala nimasidan pastga tushib ketdi. Walau shi'na la rafa'nahu biha. Agar biz bu odamni yoqtirib qolgan bo'lsak-to'q, bu biz bergan oyat bilan uning maqomini bek yuqori ko'tarib etgan bo'lardi. La rafa'nahu biha. Allah bu rafa'na kelimesini İdris aleyhisselam için kullandı. Kur'an'da başka nurgun peygamberlerge kullanıldı. Makamını ko'tardik. Yuqori maqamdagi peygamber qildik degan yerda Allah kullangan kelime bu. Eğer biz bu insonni yoqtirib qolgan bo'lsak-to'q, bizning ko'nglimizga yoqadigan irodasini qo'llangan bo'lsa, biz bergan oyatga amal qilgan bo'lsa yoqtirib qoladi-to'q. Biz yoqtirib qolgan bo'lsak, bu bergan oyatlarimiz bilan uni eng yuqori maqomdagi payg'ambar saviyasiga chiqargan bo'ladi. Walakinnahu akhlada ila al-ard. Lekin afsuslanarli shu bo'ldiki, bu odam zamin tarafga yetib oldi. Akhlada demak Xolid yiltizidan xulud, abadiyleştirgen gap.
Yani nişanını, ebediyet nişanını zamanға qaratdı degan gap. Ahlida ilal ard degan. Normalda bir mümin, normal bir Allah ayet bergen bir kişinin nişanı buluş gerek, alayilliğin buluş gerek. Cennet kazanış, Allah'ın rızasını kazanış buluş gerek. Yukarı himmetlik buluş gerek ayet berilgen adam degan. Bilim berilgen adamlar degan yukarı himmetlik buluş gerek. Ama bu adam ne kıldı? Ahlida ilal ard. Zamanға ebediyet nişanını tikledi. Yani mening baxtim mishada, mush zamanda men nima qilsam mishada qilib olay manfaatim uchun deb oxiratni yuz o'rib, dunyoga burilib, dunyoni ebediy nishadaga aylantirib oldi. Vettaba'a hava. Keyfinin arkasından cugudi. Geçti. Keyfiga geçti. Havayı hevesiga geçti. Ko'ngli nimani tassa shuningga geçti. Ko'ngil arzusiga ergishib mandi. Aqlini tanishmadi, ruhini tanishmadi, vijdonini tanishmadi, ichidagi fitratni tanishmadi, Allohdan kelgan ilhamlarni tanishmadi. Butunlay nafsining keyniga kirib, ko'ngli nima arzu qilsa, shuning keyniga kirib ketdi. Allah Teala bu yerga kelgichi bir zotni tushundi dedi qarindoshlar, ism bermadi. Chunki ism bermaslikning sababi ism bersa biz shu ismga taqilib qolamiz. Falani eski ekan, pustani eski ekan deb. Masalan, shaytonning ismini berdi iblis deb, iblis hammamiz shayton deymiz. Shayton eski deymiz. Ammo zamonimizdagi, aramizdagi shaytonlarni bilgilolmaymiz ya. Shunga o'xshagan ism bergan bo'lsa, ismga qarablam aramizdagi o tipni ko'gilmay qolib qolibdi. Bu bir tip, insonlar orasida bo'ladigan bir tip. Masalan, bu Alloh bergan ilmga amal qilmaydigan, dushmanga ishlaydigan, xoin, munofiq. Masalan, bizning vatanda musulmon bo'lgandikin, masalan, munofiq mulla deb atsak, bunda tipdagi insonlarni munofiq mulla, diniy olim qiyofatiga kirib olgan munofiqlar deb atsak, bizning vatanimizdagi az demaslar, Abdug'ufur Shaptul deb anglaydik kichik vaqtlarimizda. Tarixda xiyonat qilgan, bizniki mustaqilchilarimizga, dahilarimizga xiyonat qilgan milliy munofiqlarni shunday ataydik. Ba'zi vaqtlarda masalan paloni Qashqarda manda bir munofiq varmış deb masalan Qashqarda hamma dem Harun Xonajini tillaydi. Munofiq deb Xitoyning gapi bo'lmaydi deb. Keyin Juma Xatava xonim deganni tillaydigan bo'ldi. Bunda milliy munofiqlar diniy olim qiyofatiga kirib olgan bek oz chiqibdi normalda vatanda. Bek oz chiqibdi. Ammo biz cho'ng'ildik, hozir qaradik, hamda vatanning ichidagilnigo, hamda Xitoyning kontrolligida bo'lgandikin, Xitoyning tahdidida bo'lgandikin, hamda Xitoy xohlagan mullani ashakilda ishlatalaydi. Biz shu chaqda Harun Xonani tillaydik, Juma Xatibni tillaydik. Xohlagan bo'lsa boshqasini qo'llanadi, boshqasini tillay oladi. Chunki Sharqiy Turkiston xalqi asirga tushib qolgan millat bo'lg'achqa, Xitoy xohlasa qo'lini oladi, boshqa qo'llanishlik boshqa insonlarni topa oladi. Nurg'unlar qo'llanib o'g'il qo'ymay turmada yotgan ishlamin bulutda ayna o'ldirilib ketdi. Xitoyga itoat qilmaganlar davomli suiqasd kuchaydi. Undali jiqdi. Haqiqiy olimlar, haqiqiy ilm ahli jiqdi bizning vatandosh. Xitoyning kontroli ostida turibmi, Xitoyga esir kuch tushgan turibmi, oz chiqdi menda milliy munofiqlar. Ammo xatarlik bo'layotgani hozir chet elda yashayotgan nurg'un insonlarimiz normalda olim, diniy olim ko'rinadi. Ammo bir şekilde Alloh bergan oyatlarga şekilde amal qilmaydi. Ana shu gumon qilg'isi keladi, shu tip kuchib qolamdiganda deb. Masalan, shu necha kunga biz o'qiyotgan oyatlar Allohning bizni shu dunyoga kelishim bilan evatganligi, u kelishimga amal qilmasak vayron bo'lib ketadiganligimiz, jahannamga ketadiganligimiz oyatlari bor. Shu dunyoninki kurash maydoni ekanligi, Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurashga atlanmasak, milliy mustaqilligimizni asliga keltirish kurashiga harakatiga atlanmasak, bu dunyoda
mag'lub bo'lib ketadiganligimiz, bu dunyoda mag'lub bo'lsak, oxiratda mag'lub bo'lib ketadiganligimiz bu oyatda deyiladi. Hadisdami bor, oyatdami bor, hamma yerda bor. Buni o'zini endi diniy jihatdan o'qigan degan normal bir odam hammani bilaligidek darajada ochiq yozig'liq. Mushundaq turg'uluq yana chet elda mustaqillik harakatimizga qatnashadigan insonlarning ozligi, diniy sohadagi insonlarimizning ovozsizligi, ovoz bermasligi, qo'llamay turib olishi yoki qo'llaymiz deb qo'yib harakatsiz turib olishlari insonni ba'zi vaqtda gumonga solmay qolmaydi. Mush tip kuchib qolamdi qoldi shu insonlarimizmi? Bo'lmasa Uyg'urlarning ichida diniy olimlarmi oz emas? Fanniy olimlarimiz az emas. Agar hammamiz bir araga kelib Allohning digini bo'yicha shu dunyo kurash maydoni bo'lgandan keyin kurashga otlana olsak, Allohni rozi qila oladiganligimiz aniq. Bir araga kelsak, ittifoq bo'lsak, ishimizga Allohning barakat beradiganligi aniq. O'zaro mehr shafqat beradiganligi aniq. Hozir qilinmagan ishlarni qila oladiganligimiz aniq. Siyosiy nuqtadan, iqtisodiy jihatdan va boshqa nuqtalardan nurg'un hozir qilinmay ketib qolgan ishlarimizni qila oladiganligimiz aniq. Shundoq turg'uluq, yana shundoq mayli fanniy sohadagi olimlarimiz bo'lsin, mayli diniy sohadagi olimlarimiz bo'lsin, bu mustaqillik maydonida turmay davomli shu avtonomchilar bilan bisab turishi, Xitoyparastlar bilan bisab turishi, Sharqiy Turkiston xalqini indigenous qilib o'tganlar bilan betaraf turishi, nomus qilmay ashada tura olishi insonni endishiga soladi. Mush tip kuchib qolarmi mush qarindoshlarimizda? Allah bunu anlatıp bo'lgandan keyin, buni tushuntirib bo'lgandan keyin, endi bizni texmi tushunsin deb Allah bir misol beryapti bu yerda. Famasaluhu kamasalil kalb. Bu tipdagi inson ilmi bor turug'liq amal qilmaydigan, ilmi bor turug'liq haq maydonga o'tmaydigan inson nimaga o'xshaydi desa, kamasalil kalb. Itga o'xshaydi dedi, it. Turkcha köpek. İngilizce dog. Itga o'xshaydi deydi. Niye o'xshaydi? In tahmil alayhi yalhas. Agar uningga hamla qilsang, itga hamla qilsang yoki itga qarshi shunday harakat qilsang, tilni chiqarib qabab turdi. Ya'ni İşte qavagan bilan bir ish kerak kelmaydi. In tahmil alayhi, agar uningga tahmil degan bir narsa yuklasang degan gap. Agar bu o'zini olim sanaydigan, amal qilmaydigan odamga, bu tipdagi odamga bir narsa yuklasang, in tahmil alayhi. Bizning menda ishimiz bor-da. Ya siyosiy jihatdan menda bir ehtiyojimiz bor, ya diniy jihatdan menda bir eksikligimiz bor. Yoki bo'lmasa falan yerda menda bir ishlar bor, bunga yordam kerakdi. Har birlarda qobiliyatli odamlar bo'lmasa bo'lmaydi deb yordam so'ragandan keyin yalhas tilni chiqarib hasiraydi. Nima degan gap tilni chiqarib hasiraydi? Ichki qarab baqsanglar qarindoshlar. Itning ahvoliga. Mush oyatda deyilgandek in tahmil alayhi yalhas, hamla qilsangmi hasiraydi. Aw tatruku yalhas, yoki tark qilsangmi yana baribir hasiraydi. İşning davomli holi, mayli bir ish qilsin, mayli qilmasin, aql hasirab tilni chiqarib turdi. Endi buni, shu ishning shu holini insonga tatbiqlagan vaqtimizda, inson qanday vaqtda tilni chiqarib hasiraydi? İnson nayt qattiq emgak qilgan chaqda, shu öpkülleri hasırap, hemede talcıkıp, şu kanaylarda kurup gitip ağan, açık olup gitip ağan, bıkıllarga sancık turup gitip ağan, işinin kattağılığından arkadan kılgaçka. Tınık yetmey, hömedep hasırap bir iş kılıdı insan, nayet ciddi bir işini, insan şunda vakit tıl çıkardı aşağı hömedeydi. Şit,
aşında tilini chiqarish orqali aşındagi ish qilayotgan ko'rsatdi o'zini deydi. Ya'ni bu tipdagi masalan bu oyatning tafsirida bal'um ba'irni misal beradi. Ba'zi mufassirlarimiz Umayyah ibn Abi Saltni misal beradi. Bu oyat shuni haqida nazil bo'lgan, shuni bayon qilish uchun deb. Allah bir zotni tilovat qilgan, biz unaga oyat berdik degan zot faloni shutdi deb misal beradi. Ammo Allah bu misolni beraylik emas. Mayli shu bal'um ba'ur tipidagi inson bo'lsin, mayli ash Umayyah ibn Abi Salt tipidagi inson bo'lsin, bu insonlarga ma milliy bir manfaatimiz uchun mandaq bir ish bordi qarindishim. Sizlar ma ishda bek yaxshi o'qigandikin, ma ishni qilib biramlar desa, o'sha taljiqib yo'g'on ishni qilib, hamma deb ash o'lib qolay devatgandek, yüzüne ashundaq mashg'ul ko'rsatdi. Voy chechimdan Shimba bu ish chulam tegmaydi, unda bo'lmaydi, bunda bo'lmaydi deb ash ham deb ash taljiqib ketgan odamdek ishining jiqligini deb rad qiladi. Ish o'xshaydi deb. Shit. Qo'g'lasangmi, ursangmi, uning bilan urishsangmi, baribir hasraydi, tilini chiqaradi. O'z hali qo'yib olsam tilini chiqaradi. Masalan, ishlarning armalib ma saidiyatga vaqt qarab qo'ying qarindoshlar. Ba'zi igichaqsiz ishlar tamning tuyida sayda yotadi. Hech qilmaydi. Shu haqda tashlab bergan non yeydi, hech qilmaydi. Shu ishlarmi bakan ham deb ash hasrab tilni chiqarib, jig'arish tilni chiqarib ashni hasrab yotadi. Allah bakad bu ishqa bu tipdagi insonlarni o'xshatmaydi. Bu tipdagi insonlar o'zini ashunda haqqa bek mashg'ul. Bu işleme bek muhim işini kılavatkandık, aşınlar köstüdü üstüne, uluğu köstüdü. Ama emeliyette, milli menfaat için, Ümmet-i Muhammed'nin menfaat için, Müslüman. Neyim için? Çünkü bağlanıp kalan başka tarafı var. Neyim dedi o ayetin başında? Felselaha minha dedi ya, o zaten soğurulup çıkıp bulaqlık. Biz ona bilimi bağ deb aldığı bağınımız bilen, bir məqsədlər bilen. Biz məqsəd qılgan o məqsədlərdən o adam serilip çıkıp bulaqlık. Onda bir gayesi yok, onda bir derdi yok. Ma millet için hizmet kılsam bulutdi, öz devletimizde əsli keltiriş için bir iş kılsam bulutdi deydiğen derdi yok. Derdi bulmağaçqı berip bakımız, ihtiyacımız olar. Bek yoğun gepler bilen red qildi. Men uni yozvatdim, buni yozvatdim, faloni unda talab qilgan faloni kitob yozvatdim, faloni maqola yozvatdim. Ashunda yo'g'on geplar bilan chiroyli gap qilib red qildi. Halbuki qarab baqsaq yillar cho'tidi. Hech nima chiqmaydi o'tirib. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. Mana mushu ishtiq o'xshatdi deydi Allah. Bizi ishtiq o'xshatadi Allah. Mana mushu misol bor, zalik misol. Mushu misol bor, mushu bizning oyatlarimizni inkor qilgan, yolg'on chiqargan insonlarning misoli mana mushu. Salqi bilim deb qarab, falaniyatni undan etgan, falaniyatni bundan undan etgan deganinglar bilan, tamaq qilib bag'ininglar bilan bu insonlar Allah'ın ayetlerinden serilip çıkıp olağılık insanlar. Tekzip kılıp olağılık insanlar değil. Ama bu tipdeki insanlardan Allah'ın ayetlerini, Kur'an'ın ayetlerini sorsa saddakna deydi o. Saddakna ve sellemna deydi o. Biz tesdik kılımız Kur'an kişiliğimiz deydi o. Kur'an hadis kişiliğimiz, sünnet kişiliğimiz deydi o. Ama Allah bunu tekzip kıldı deydi o. Ne için? İnsanlar Kur'an kişiliğimiz, sünnet kişiliğimiz dep tutsa Allah ne için bunu tekzip, Allah'ın ayetlerini tekzip kılganlar deydi o. Bu da bir misal versek kardeşler. Birisimiz bek okuduk deydi. Hem demki ders verirlikdeki kabiliyetimiz var. Hak olsa dedik ki ben muallim dedik. Bilimiz karşı hemen üteleyme demekçi. Demiş kıldı taksir ismen muallim. Muallim diye hemen gibi nas üteleyme dedik. Muallim degenge qarab, manda qarab baqsak hech qanday bir maktabga berib bir nas o'rgatmaydi. Hech yerda ishlaymaydi.
Bu adam özünü muallim diyorsun, hiç berip hech kimga ders bermasa, nima degan bo'ladi bu odam? O'zining muallim deganini o'zi inkor qilgan bo'ladi. O'zining yolg'onchiligini e'lon qilgan bo'ladi. Chunki og'zida muallim deb olgan bilan muallimlik vazifasini qilmadi-ki. Shuningga o'xshagan bu insonlar biz Allohning oyatlarini tasdiqlaymiz, ishonamiz, Qur'on sunnatga ishonamiz degani bilan shu Qur'on sunnat bo'yicha amal qilmasa nima bo'ldi? O'zini yolg'onchilik qilgan bo'ldi. Alloh shuning uchun Alloh bu halqa sura munofiqun deb bir sura, munofiqlar surasi deb. Naq mush mazmun asos qilinadi o surada. Og'zi deyilayotgan gap bilan amaliyati o'xshashmaydigan. Shuning uchun Alloh buni bu mana bizning oyatlarimizni takzib qilgan insonlarning misoli. Mana shu faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Mush turdagi qissalarni insonlarga jiq o'qib ey banda, mush turdagi qissalarni insonlarga jiq taqat. Nima uchun? La'allahum yatafakkarun. Bu insonlar, bu bal'um ba'urlar. Umayyat ibn Abi Saltla tafakkur qilib, o'ylanib edem bo'lib qolsa ajab emas. La'alla degan umid kelganga. Yani bu da shunday bo'lsa-mu, sen mushtiki qissalarni debba tashviq qil, ular anglasin, anglab tursin, yani umid ishlatib haqiqat qaytib qolsa ajab emas deb Alloh biz yani umid bilan muomala qilishga emr qiladi. Qarindoshlar, endi biz Sharqiy Turkiston xalqi amaliyotda bek jahil qolgan bir xalq, nodon qolgan xalq. Chunki davlatimizdan qo'ldan ketgan bek uzun bo'lgandan keyin biz vatanda o'qidik deganimiz bilan shu tajovuzchilarning qo'lida o'qidik. Xitoy bizga bilim deb bergan narsa ming jush zahar u. Xitoyning bizga o'rgatgani ming jushdan boshqa narsa emas. Shuning uchun vatanda o'qiganlarimiz yoki Xitoyning shahriga borib o'qiganlarimiz asosan o'qidik deb berib mingimizni yurib keldik. Anandan keyin chet elga chiqqan vaqtimizda yo'g'on yoshga kelgandan keyin chiqqandan keyin shu vatanda mingimiz yurib chiqqandan keyin chet elda mutaxi irodamizni qo'llanib shu yurilgan mingamni asliga keltiray deydigan bir ishimiz bo'lmagan bo'lsa, mingimizni asliga keltirish uchun ishlamagan bo'lsak, shunaqa irodamizni qo'yib, mingimni Xitoy yutibdi, buni asliga keltiray deydigan bir sababni qilmagan bo'lsak, chet elda mutaqaddimlarni o'zgarib olmaymiz. Shuning uchun biz Sharqiy Turkiston xalqi bek nodon qolg'achqa ilmga bek ehtiyojimiz va o'zimizni bilimni ko'rsatishni bek yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun hammamiz bek bilimlikdek halimizni ashunday ko'rsatishimizning sababi shu. Bunda holatni Payg'ambar alayhisalom hadisda qiyomatning alomati dedi. Qiyomat oldida butun insonlar bek bilimdan ko'rinib oladi. Amaliyotda shu qari jahil, qari nodon insonlarni o'zini bek bilimli ko'rsatib ketadi. Biz nodon qolgan xalq, bizning aramizda bilimli insonlar az asosan. Shu az insonlar, ey bilimli insonlar, maut tushib qolmaslik uchun qarindoshlarim bir o'yinib ko'raylik. Nurg'un fanniy sohada o'qib yetishib chiqqan nurg'un olimlarimiz va diniy sohada o'qib chiqqan olimlarimiz va qarindoshlarim hammamiz bir o'yinib boqaylik. Mat tushib qolsak dunyo va oxiratda vayron bo'lib ketamiz. Bizga Alloh ilm bergandan keyin bir o'yinib boqaylik. Mening mush to'g'an maydonmi? Qilayotgan ishim to'g'ri ishmi? Men Alloh rizosi uchun shu ishg'ol qilingan Sharqiy Turkiston haqida biror ish qildimmi, biror vazifa oldimmi? Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish harakatida biror vazifa oldimmi? deb o'ylanib boqaylik. O'ylanib, mushta bu qissani bugun bu so'zlashimning sababimi bu bir nima uchun? Ibrat uchun, ya'ni. Shu bal'um ba'urning o'rniga tushdi.
Umayyad ibn Abi Salt'ın orduga tushib qolmayli. Belki barını bilimiz. Bütün dini tarixlarimizda la'natlangan, shayton qanday la'natlangan bo'lsa, la'natlangan bir diniy olim Balon Ba'ur. Ibn Abi Salt'ni bilimiz. Yani Peygamber Aleyhisselam peygamber buluştan ilgari Mekke etrafidagi cho'ng yo'g'onlarning birisi. Arablarning ishini chiqqan diniy olim deb qaraladigan diniy olimning birisi shu. Boshqa dillarni o'qib, tadqiq qilgan darajadagi bir tadqiqotchi odam bu Umayyad ibn Abi Salt degan. Peygamber Aleyhisselam peygamberligini e'lon qilgan vaqtda Peygamber Aleyhisselam kurashgan, paranglashib baqqan. Paranglashib bo'lib, yana oxirida mushriklarni qo'llagan. Musulmonlarni sökep nurg'un kuchli she'rlarni yozgan. Mushriklarni danglab, kafirlarni danglab nurg'un she'rlarni yozgan. Shunchalar bilimi bilan haq tarafdori bo'lolmagandi. Shu qatorda bo'lib qolmaydi. Ana Umayyad ibn Abi Saltning bilimi batdi. Shu qatorda bo'lib qolmaydi qarindoshlar. Alloh bizlarga manfaatli ilm nasib qilsin. Ilmimizni bersin. Zihnimizni ochiq qilsin, aqlimizni o'tkir qilsin, aqlimizga farosat bersin, ruhimizga jasorat bersin qarindoshlar. Ulug' ro'za Ramazonning haq hurmati bir o'zgarayli. Millatning sarkillari sifatida, millatning olimlari sifatida bir o'zgarayli. Alloh hammamizga hidoyat ato qilsin, hidoyatdan ayirmasin, yashagan muddatcha islomiyatdan ayirmasin, o'ladigan chog'imizda tavba va iymondan ayirmasin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.